Assalomu alaykum qizlar, qaranglar. Men rossiyskiy produktlarni Eva firmasidan drenaj oldim. Menda ozgina suyaklarim bilan, bo'g'imlarim bilan muammo bo'lganda, ko'p miqdorda kimyoviy preparatlarni qabul qilganim uchun yuzimda отек boshlanib, qo'llarimda отек boshlanib, yuzimga toshma toshish boshladi. Va men shu Eva firmasidan drenaj mahsulotini olgandim. Oteklarimni haydash uchun. Mana hozir ancha yaxshi, xudo shukr, yuzlarim ishib, ko'zlarim ishib ketdi. To'g'ri, hozir ozgina makiyajim bor, lekin ta'siri zo'r ekan, effekti zo'r. Uje men 3 kunda oteklarim qaytib, yuzim o'z holiga keldi. Bundan tashqari, drenaj bilan birgalikda detoksni ham oldim. Drenajni birinchi ichaman ertalab, keyin detoksni ichaman. Ichish qotishiga juda ham yaxshi ekan. Keyin 3 kunda bir, 4 kunda bir ichim kelardi, qiynalardim. Endi mana hozir detoks bilan yo'lga tushib oldi. Har kuni stabilniy ichim yaxshilandi, kelishi. Bundan tashqari, keyin semirib ozganda odamda teri osiladi. Keyin har xil preparatlarni iste'mol qilganda yuzga toshmalar toshadi. Baribir nima deydi, odam o'zini vitaminlari chiqib ketadi. Bundan tashqari kollagenni ham kompleks olganman. Kollagenni ham juda ham terimni oqartirib, yuzimni tirnoqlashtirib, toshmalarni ketkizib, bu ham juda ham soch o'sishiga, tirnoqlarga yetishmagan vitaminlar o'rnini to'ldirib berish uchun juda ham yaxshi mahsulot ekan. Sizlarga tavsiya qilaman. Evani